Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Isuzu N490 havo tormozlik solyarkali model ko'rib turibsiz. Bu muzlatgich refrigerator -18 gradusgacha ishlaydi. +10, -18, 20 gacha ishlaydigan model, konditsionerlargacha bor. Mashina yangi, hali birinchi moyi almashtirilmagan. Toza turibdi, tiniq turibdi. Akaxonimiz olgandilar. Endi ishlar sal o'xshamay qolibdi, shu sababli sotyaptilar akalar. Agar kimga kerak bo'lsa, tayyor ochib ketsanglar bo'ladi. Uzunligi 507. Uzunligini ko'rsatadi. 507 uzunligi. 26,5 kubalik. Mashina tiniq. Probegi где-то 780-800 kilometr yurgan xolos. Tepani birinchi moy almashmagan. Akalar mashina tayyor turibdi. Narxi 740 million deyaptilar ekan. Zavodskoy narxi 725 million buni. O'zi nima sababli? Chunki mashina sug'urta qilganlar o'shan hisobiga sal qimmatroq sotyaptilar. Atak kelishsa bo'ladi, zavod narxini gaplashib ko'ramiz. Telefon qilinglar, kimga qiziq bo'lsa, nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kutib qolamiz. Rasmlarni через Telegram orqali yozsanglar, rasmlarga tashlab beraman. Kutib qolamiz akalar, kelinglar. Toshkentda salon. Sergelida betonka yo'lda, bu taraf Toshkent metallurgiya zavod, bu taraf Toshkent market o'tkazasi. Kelinglar bo'ladi, shu betonka yo'lda. Boshqa modellarimiz ham bor.